Hech nima yemadingiz-ku. Kech qoldim. Nima, Kamron kelmadimi? Kamron aka kelganlar allaqachon. Ko'chada sizni kutib turibdilar. Nimaga aytmadingiz? Bemalol nonushta qilib oling dedim. Bo'pti, men ketdim. Aytgacha Shirin, oyimga qara. Toblari bo'lmasa ayt, doktor chaqiraman. Xo'p. Kuzatgani chiqmaysizmi? Assalomu alaykum. Uzr, haligi kech qoldim. Ha, men ham uxlab qolibman. Yana kimdir chiqish kerakmidi? Yo'q. Haligi Shirin? Labbay. Bo'pti, yaxshi qoldim. Mayli, xo'p, yaxshi boring.